Rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Ixlos Travel firmasidan safarga chiqayotgan hojilar. Avvalambor birinchi o'rinda Ixlos Travel firmasini, ya'ni davlat ishongan firmani tanlaganlar uchun sizlarga katta rahmat. Alloh safarlarni bexatar qilib, qalbinglar taskin topadigan, go'zal holatda ibodat qilib kelishda Alloh taolo nasib qilsin. Umra safari hadisga muvofiq umra mashaqqat, ya'ni safar mashaqqatli bo'lishi bu narsada aytilgan. Shuning uchun umra safarini niyati, ya'ni namozda niyat qilganimizdek, Ramazon oyi ro'zasini niyat qilganimizdek, umrani ham niyati bor. Ya'ni Allohim sen uchun umra qilishni niyat qildim, o'zing oson qil va qabul qil. Bu so'zda niyatda oson qilishini ham so'rayapmiz. Shuning uchun Allohim umra safarlarni oson qilsa, undan osoni yo'q. Agar Alloh mashaqqatli qilib qo'ysa, biz sizlarni samolyotda uchirib borib, u yog'iga ham sharoitlarni zo'r qilib bergan holatimizda ham o'zingizni amalingizda Alloh taolo oson qilmasa, bu mashaqqat. Shuning uchun Alloh taolo oson qilishini hammanglar so'ranglar. Bu amalda eng avvalo qilinadigan 14 kunlik kuninglarda asosan qilinadigan amal qalban bo'lsin. Alloh bilan yuzma-yuz bo'lib ibodat qilish uchun hayotingiz davomida qanday kunlarni ko'rgan bo'lsangiz, o'zingiz hamma o'zidan o'tganini o'zi biladi. Alloh taolo bilan yuzma-yuz bo'lgan holatda birinchi o'rinda Allohning qudrati, karomi, kengligi qadar Allohga hamd aytinglar. Ana undan keyin qilinadigan amallardan Alloh taologa gunohlarimizga tavba qilaylik. Yana bitta muhim narsa, hech kim qilgan amali bilan, o'qigan namozi bilan, tutgan ro'zasi bilan jannatga kira olmas ekan. Allohning roziligi bilan kiramiz ekan. Ana endi nimaga biz unda qilayotgan amallarimiz nima uchun desanglar, jannatdagi darajamiz belgilab berar ekan. Ya'ni bu amallarimizda avvalo Allohning roziligi. Hamma qilayotgan ishimiz. Hattoki kattalar aytardi, qo'shniga misol elak bersa ham, bitta yaxshilik qilsa ham, nima yaxshilik qilsa ham Allohning roziligini so'raylar. Allohim, sen aytgansan, silay rahm qil. Misol uchun mehribonlik qil, qo'shningga yaxshilik